Samarqandda O'zbekistondagi eng yirik National AI Hackathonning navbatdagi bosqichi bo'lib o'tdi. Ishtirokchilar ta'lim, tibbiyot, kiberxavfsizlik, tadbirkorlik kabi yo'nalishlarda sun'iy intellekt asosidagi startaplar ustida ish olib borishdi. Loyihalar orasida oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirish uchun tayyorlanishga yordam beradigan AI Mentor platformasidan tortib aqlli modellargacha bor. Musobaqada 88 ta jamoa o'zaro bellashdi. Uzum milliy brendi homiyligi asosida tashkil etilgan milliy hackathonda yoshlar tomonidan taqdim etilgan ishlanmalar orasida asosiy e'tibor narkotik va psixotrop moddalarga qarshi kurashish, uyushgan jinoyatchilik sohalarida yangi innovatsion loyihalarni ishlab chiqish, tibbiyotda diagnozlashtirishni avtomatlashtirish, ta'lim jarayoniga sun'iy intellektga asoslangan yechimlarni tatbiq etishga qaratildi. Bizning yo'nalishimiz giyohvand vositalarini ijtimoiy tarmoqlar orqali reklama qilinishi, tarqalishini oldindan aniqlaydigan platforma. U platformaning asosiy vazifasi hozirda narkotik vositalar to'g'ridan-to'g'ri narkotika deb tarqatilmaydi. Ular yashirin kod so'zlar orqali yuboriladi. Sun'iy intellektga asoslangan dasturimiz o'sha yashirin so'zlarni tahrirlab platformamizga o'tkazib beradi. O'sha bo'limdan ichki ishlar xodimi, davlat xodimlari tekshirib profilaktika ishlarini olib borishadi. Prezidentimizga kattakon rahmat aytamiz sharoitlar yaratib berganlari uchun. Loyihaning ilk kunida panel sessiyalar tashkil etilib, unda O'zbekistonda sun'iy intellekt texnologiyalarini amaliyotga keng joriy qilish masalalari, bu boradagi muammolarning yechimlari ko'rib chiqildi. Tadbirning keyingi kunlarida qatnashchilar mentorlar bilan birgalikda loyihalari ustida ishlashdi. Mazkur jarayon faqatgina bellashuv emas, balki yoshlarni malakali mutaxassislar bilan o'zaro tajriba almashishi, ko'nikmalarini rivojlantirishi uchun ham qulay imkoniyat bo'ldi. Jami 88 ta jamoa ishtirok etish uchun ro'yxatdan o'tishgan edi. O'shandan 49 ta jamoani biz saralab oldik va yakuniy qismda 5 ta yo'nalish bo'yicha jamoalar tanlab olindi. Sohalarda sun'iy intellektga asoslangan yangi loyihalarni kashf etishga yordam beradi deb o'ylayman. Hakamlar hay'ati tomonidan har tomonlama sinchkovlik bilan tanlab olingan har bir yo'nalishning eng yaxshi loyihasi dekabr oyida o'tkaziladigan respublika bosqichiga yo'llanmalarni qo'lga kiritdi. Tantanali ruhda o'tkazilgan taqdirlash marosimi yoshlar hayotida esda qolarli bo'ldi. Qatnashchilarga esdalik sovg'alari hamda sertifikatlar topshirildi.